Shahnoz opa, odamlardagi hasad tuyg'usi qachondan boshlangan o'zi? Mutaxassis sifatida aytadigan bo'lsam, bu bizni bolaligimizdan boshlanadi. Buni bizga o'zi bilmagan holatda atrof olam, ya'ni yaqinlarimiz yoki o'zimizni bolacha ongimiz joylashtiradi. Ota-ona bo'lishi mumkin, yaqin insonlarimiz bo'lishi mumkin. Kim bilandir bizni solishtirib, u unaqa bo'lgani uchun sendan zo'r, sen unaqa bo'la olmaganing uchun sen yaxshiroq emassan, ya'ni qabilida, ya'ni u yaxshi, sen yomonroqsan degan qabilida solishtirib katta qilinganda insonda, bolachada anglanilmagan holatda ichida og'riq turib, o'zidan ustun bo'lgan har bitta insonga nisbatan ko'ra olmaslik, hasad paydo bo'ladi. Ota-onamizmi yoki yaqin do'stlarimizmi bolachaga munosabat qilayotgan paytida uni o'zi bo'lganligi uchun yaxshi ko'rmasdan kimgadir o'xshaganligi uchun yaxshi ko'rishlari